Aziz do'stlar, har doimgidek demak, quvonchli kunlarimizdan biri. Bunaqa kunlarimiz Xudoga shukr ko'p. Deyarli har kuni bemorlarimiz qayta ko'rikka kelganda biz xursand bo'lamiz. Bizani eng maza qiladigan paytimiz shu holatda. Demak, Guljohon qizimiz, demak, bular Surxondaryodan, Termizdan studentlar o'zlari 4-kurs bizga murojaat qilganlar. 4 oy oldin operatsiya qilgan ekanmiz. Hozir qayta ko'rikka kelibdilar. O'zlaridan eshitamiz. Qanaqa ahvollar? Yaxshi, oldin ham operatsiya bo'lganman. Ha, повторmi bo'ldi? Termizda o'zimizda. Qaytadan. Ha, qaytadan demak, burun to'sig'ini Unda qaytadan. bunaqa effekt ko'rmagandim. Mana bu ikkinchisidan juda ham zo'r nafas olishlar ham oldingidan qaraganda yaxshi. Shifosini bersin. Ayniqsa bosh og'rig'i to'g'risida gaplashamiz. Bormi yo'qmi migren og'rig'i? Oldingi og'riq? Yo'q. Umuman yo'q. Qayd qilishlar, yotib qolishlar, hamma narsa yoqimsiz qolar edi-da. Yo'q, odamlar yoqmasda. Yo'q, yorug'lik ham, gap ham, so'z ham, hech narsa yoqmas. Молодец. O'qishga borishda qiynalish bo'lardi, to'g'rimi sizda? Shunaqa. Qolib ketamiz darslardan? Ha. Shunaqa bo'lardi. 1 yilgacha har doim biz kuzatib boramiz, bemorlarimizni statistika olib boramiz. Guljohon qizimiz jeni xursandmiz juda ham sizni ko'rib turganda. Boshingiz umuman umringiz oxirigacha og'rimasin. Migrendan xalos bo'ldi, shifosini berdi. Oxirigacha bo'lsin. Ota-onangiz rohatingizni ko'rib, xursand bo'lib yurishligini tilab qolamiz. Yana 6-7 oyda bitta ko'rigingiz bo'ladi, 1 yilda bitta ko'rigingiz bo'ladi. Bo'ldi. Ungacha nima savollar bo'lsa, klinika xodimlari sizga har doim yordam berishga tayyor.